qilib kesmalarni qilib pastlatib pishgan ekan. Qag'rini kesamiz. Amanni qilib singlimga va nisaga beraverdim. Endi ular kelishgacha bekor turmaydi. Oshxonalarni aynilan artib turibdi. Hamma vaqtdan yutadi. Katta ekanmi? Men ta'maga chaqirdim. Keling akalarni. Qanday qo'ydilarni soldik. Pishyapti. Keyin suvga olib, tayyorini qo'yaman. Qanday chiqayotgan xamirlar. Nonlarimiz pishdi. So'z bo'limini. Ko'katlarni, achchiq chuchuklarni maza qilib qo'shamiz. Yoqimli ishtaha. Kelinglar. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar.